Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan arab harflarini o'rganyapmiz. Bu darslarimiz harflarni endi tanishni boshlayotganlar uchun. Harf taniganlar bo'lsa, harflarni biladiganlar bo'lsa, sizlarga talaffuz darslarimizni ko'rishni tavsiya qilamiz. Biz kaf harfiga kelgandik. Kaf harfi mana bunaqa shaklda yoziladi. Mana so'z boshida kelishi, so'z o'rtasida kelishi, so'z oxirida kelishi va kafni mana bunaqa alohida ko'rinish shaklida mana shunaqa va mana bunaqa belgisi bor. Ba'zi kitoblarda bunaqa shaklda ham keladi. Ya'ni cho'zilibroq yoziladigan holati ham bor. Demak, o'qishni boshlaymiz. K A K K I Ki K U Ku K Ki Ku. Keyingisi K A M. Mana bu harf mim harfi. K A M. Kam. Mana bu sukun belgisi. Kam. K U M. Kum. K U N. Kun. K A Y. Kay. Endi mana bu harf B harfi oldingi darsimizdagi. Mana sizlarga aytib qo'yay, kim bundan oldingi darslarimizni ko'rmagan bo'lsa, oldingi darslarimizni ham ko'ringlar. Unda B harfi, Y harfi, nun, mim harflarini o'rganganmiz. Bundan oldingi harflarda. Boshdan boshlab ko'rsanglar tushunish osonroq bo'ladi. B A K bak R U bakru M A K R U makru K A R M U karmu K A N mana bitta nuqta kanzu. Agar shu yerda nuqta mana bu Z dagi nuqta bitta nuqta, agar shu nuqta bo'lmasa nima bo'lib qoladi? R bo'lib qoladi. Agar mana bu yerdagi nuqta ikkita bo'lib qoladigan bo'lsa, n ustidagi nuqta ikkita nuqta bo'lib qoladigan bo'lsa, t bo'lib qoladi. Kim esida bo'lsa, ya'ni mana bunaqa holat bo'lib qoladigan bo'lsa, bu t bo'ladi. T A R mana nuqtasi yo'q holatiga kelyapti, bu R. Tarku tarku. Mana bu R o'zidan keyingi harfga ulanmaydigan harf bo'lgani uchun mana kaf bilan alohida yozilyapti. Kafni alohida ko'rinishi keldi mana. Mana bunaqa belgisi bilan, S ga o'xshagan belgisi bilan tarku. Keyingisi mana K A T A B A kataba. Arab tilida mana shu nuqtalar ko'p muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mana nuqta ikkita tepada, bitta pastda, shu nuqtalarga e'tibor berishimiz kerak. Ko'p odam mana shu nuqtalarda sonida chalg'ib qoladi boshida. Ya'ni endi boshlayotganlar shu nuqtalarda chalg'ib qoladi. Ozgina sabr qilib mana shu nuqtalarga diqqat qilib bir darslarda 1-2 marta qayta ko'rib o'rganib olsanglar, shuni tushunib olsanglar, eslab qolsanglar, oson bo'lib ketadi keyin. Boshida qiyin bo'ladi, keyin o'zlashtirib olish oson bo'ladi. O'zi har bitta ishda ham avvali qiyin, keyin oson bo'ladi. To'g'rimi? Boshlab olguncha deydi-yu. Bir boshlab olsangiz, sekin-sekin davom ettirib, oz-ozdan o'rganib borsangiz, ilm o'zi asta-sekinlik bilan bo'ladi-da. Ilm quduq qazish bilan barobar deydi-yu ilm olishda. Igna bilan quduq qazish deydi. Ba'zilar kiprik bilan quduq qazish ham deydi. Qiyinchiligidan. Endi ba'zi qiyinchilikka uchraganda shunaqa ya'ni qiyinchilik degan ish qiyinroq bo'lgan paytlarda shunaqa ta'riflar aytilgan. Demak, K A T A B A kataba. Keyingisi Y A K mana pastda ikkita nuqta bo'lsa Y A K T U B U yaktubu. Endi T A R O K A. R bilan kelsa o bo'ladi deganmiz. Taroka. Taroka. Keyingisi Y mana Y pastda ikkita nuqta, T tepada ikkita. Y A T yatruku. Yatruku. K A T A B T U M katabtum. A M A R O K A amaroka. A M A R O T K amarotka. Keyingisi K U N T U kuntu. M U M K in mumkin. O'zbek tilida ham mumkin degan so'z mana shu arab tilidan kirib kelgan so'z. Mumkin. Kirsam mumkinmi deymizmi? Ha, maktabda shunaqa dermidik. Keyingi harfimiz lam harfi. Mana lam harfi xuddi alifga o'xshaydi, faqat o'zidan keyingisiga ulanadi degan qismi bor. Ya'ni alif o'zidan oldingi harfga ulanadi, keyingisiga ulanmaydi. Lam o'zidan oldingisiga ham, keyingisiga ham ulanadi. Lamni so'z boshida kelishi, o'rtasida kelishi va oxirida kelishi. Demak, L A la, L I li, L U lu. Mana bu fatha, mana bu kasra, mana bu domma edi. Nomlarni ham bir takrorlab turmasak, esimizdan chiqib qolishi mumkin. Demak, A L
al, bal, bal, lam, lam, lum, lum, lan, lan, kil, kil. Keyin bu yerda nazala, nazala, lazima, lazima, kamula, kamula, anzala, anzala, alzama, alzama, akmala, akmala. Keyingilari bu mashq qatori juda ham zo'r. E'tibor berib turing. Mana akalat, akalat, akalna, akalna. Mana shu akali alif kaf lam keladi. Alif kaf lam. Mana shu zo'r. Akalna. Keyingisi akalta. Mana yana alif kaf lam kelyapti. Akalta. Mana tepada bitta fatha kelyapti. Akalti. Endi pastda kasra kelyapti. Akalti. Keyingisi akaltu. Bu domma keldi. Mana akalta, akalti, akaltu. Yozilishi bir xil, faqat oxiridagi harakatlari boshqacha. Mana fatha, kasra, domma bo'ldi. Keyingisida akaltum. Akaltum bunisida mim qo'shildi. Va oxirgi qatorda bul, bul, bulbul. Bulbul degan qush, arabcha so'z. Yalam, yalam, lam. Mana uzun so'zlar. Yalam, lam. Tazalzala, tazalzala, tazalzala. Biroz qiyin mana shular. Yatazal, yatazalzalu, yatazalzalu, mutazalzil. Mana shunaqa.